Salom do'stlar, mana bugun sovg'alar temasida video so'ragan insonlar uchun aytib o'tmoqchiman. Bu sovg'alar albatta Telegram tomonidan chiqarilgan. Chiqqan payti o'sha post ham tashlaganman. Hozir shuni ham ko'rsatib o'tay. Tak. Yanvar oyida tashlagan edim. Endi Telegram tomonidan chiqarilgandan keyin albatta qanaqadir storonniy emas, qanaqadir razработчик Telegram o'zida bo'lgandan keyin albatta Telegramga qancha ko'p talab, Telegram qancha rivojlansa, u narsa ham shuncha rivojlanib borishi kerak. Tak, mana pastroqqa tushamiz. Tushganimizda mana 7-yanvar kuni tashlagan bo'lgan ekanman, soat 8:10 da. Mana ko'rishimiz mumkin. Sovg'alarni olyapsizlarmi deb so'raganman va sovg'alarni o'sha anonim nomerga taqqoslaganman. Chunki anonim nomerlar ham bilasizlar, Telegram tomonidan chiqarilgan NFT'lar hisoblanadi. Ular ham birinchi boshida chiqqan payti $17 chiqqan bo'lgan va soni cheklangan bo'lgan. Shuning uchun ham hozirda anonim nomerlar o'sha chiqqanda $17 bo'lgan, hozirda $1,500-2,000 atrofida sotilmoqda. Buni albatta kirib Fragmentdan yoki Notcoin orqali tanigan saytimiz Getcamsdan ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Tak. Shuning uchun mana yozganman, o'sha paytda endi ko'pchilik yo'q deb javob bergan. Endi lekin bizda hozir fakt bo'yicha o'sha paytda qurbaqa mana qurbaqani 2000 yulduzchaga olish imkoniyati bo'lgan. O'sha Telegram tomonidan chiqarilgan paytda o'sha 2000 ta yulduzchaga olgan insonlar hozirda endi o'sha payt 4800 ga sotilgan payti yangiliklar chiqib hozirda o'sha 14000, 15000 dollarga hozir o'sha sotilmoqda o'sha PP. Uni kolичествоsi, ya'ni qiymati cheklangan bo'lgan 3000 ta chiqqan atigi. Shuning uchun o'sha narx o'sishda davom etmoqda. Lekin bu endi o'sish ham endi ko'ramiz qachongacha davom etar ekan. Tak, endi sovg'alarga o'tadigan bo'lsak, buning uchun biz albatta Telegram akkauntimizni nastroyka joyiga kirishimiz kerak bo'ladi. Mana nastroyka joyiga kirganimizdan keyin mana pastda 4-sovg'a отправить подарок bo'lib turibdi. Shunga bosamiz va shu joydan o'zimizni tanlaymiz va ko'rishimiz mumkin. Mana bu sovg'alar bu NFT bo'lmaydigan va soni cheklanmagan sovg'alar hisoblanadi. Shuning uchun bular sotib ham bo'lmaydi, faqatgina kimgadir sovg'a qilishingiz mumkin. Mana bu ikkinchisiga o'tadigan bo'lsak, mana tepadan redki degan joydan ko'rishimiz mumkin. Bu sovg'alar o'sha Telegram tomonidan chiqariladi va ularning soni cheklangan bo'ladi va o'shanda kim ulgursa sotib oladi va keyin qaytarib shu Telegramni o'zida sotishi mumkin bo'ladi. Tak, buni o'sha narxi, boshlang'ich narxi qanchadan chiqqanini bilishimiz uchun mana shu joyni bundoq o'tkazsak, bizda mana yulduzchalarni ko'rishimiz mumkin. Shu joydan mana 10 ta yulduzga qaysi sovg'alar chiqqanini ko'rishimiz mumkin va hozirda qanchaga odamlar sotmoqda. Va 15 ni ko'rishimiz mumkin. Mana tepada yulduzcha bilan ayiqcha 15 starsga turganlar bu oddiy, ularni yuqorida aytganimdek soni cheklanmagan hisoblanadi. Shuning uchun ham bular bir xil narxda turadi. Mana bular уже mana 15 ta starsga olinganlar 610 taga, 378 taga, 700 taga уже insonlar sotmoqda. Mana pastdagi 17000, 17500 taga sotilmoqda. Mana bu yoqdan ko'rishimiz mumkin. Va mana xuddi shunaqa qilib o'tkazib, ko'rib, tanishib chiqamiz. Mana narxi 100 taga olingan sovg'alar va hozirda qanchaga sotilmoqda. Mana soatni ko'rishimiz mumkin 15000 taga yoki mana bu bularni narxiga asosan nima ta'sir qiladi? Bularni soni ta'sir qiladi albatta. Ustiga bossak biz ko'rishimiz mumkin. Mana shu sovg'alarni mana har xili chiqib ketdi. Xohlaganimiz ustiga shundoq bossak, endi birinchida arzonlari turadi. Bu yoqda tanlab qo'yilgan bo'lgandan keyin va bu yoqda ko'rishimiz mumkin. Mana shu odam shu sovg'ani sotmoqda va bu sovg'ani soni mana eng pastda yozilgan 4479 ta gina chiqqan, umumiy bozorga chiqqan soni. Shuning uchun ham bu sovg'a yaxshigina o'sish ko'rsatgan. Boshqasini ko'radigan bo'lsak, masalan mana 200 talikka kiradigan bo'lsak yoki 250 taga yoki mana srazu 500 talikni ko'rsatay.
500 talikni kiradigan bo'lsak, mana bu yoqda ham ayiqchadan keyingisi 70 ming yulduzga ko'tarilib ketgan. 500 taga olingan sovg'a. Ustiga bosamiz va bu yoqdan xohlaganimizni tanlaymiz. Eng arzoni 70 ming va bu yoqda mana birinchida turgan o'sha egasi va eng oxiridagi yozuv qancha soni 5187 ta chiqqan va shuning uchun kamligi bo'lgani uchun yaxshigina o'sish ko'rsatgan. Yonida turgan ayiqcha bu ham o'sha bir xil narxda sotib olingan 500 ta Starsga va hozirda 8900 taga sotilmoqda. Va buni soni mana 53357 ta chiqqan. Boyagindan ko'proq. Mana hozir mana bu ayiqcha 53000 mana 4 ni hozir ko'ramiz. 4 ni soni ko'pligi uchun unaqa ko'p o'sish ko'rsatmagan. Tak, mana kirib ko'rishimiz mumkin. O'zi aslida Telegramda bo'lgan narxi 500 ta Stars, hozir 530 taga odamlar o'sha sotmoqda. Mana 169 mingta chiqqan, kolичествоsi juda ko'p. Shuning uchun unaqa katta o'sish ko'rsatmagan. Hamda bu joyda o'sha birinchi siz olganingizdan keyin ma'lum bir vaqt o'tadi, shundan keyin siz NFT ga aylantirasiz. Shu NFT ga aylantirganingizdan keyin sizga o'sha boshida aylantirish uchun ham sizdan Stars oladi. Tak, o'sha boshida aylantirganingizda mana kirganimizda 166804 turibdi-yu, reshotka bilan. O'sha soni kam bo'ladi. Masalan, 3 ta raqamliklar o'sha ochilgan payti, NFT ga aylantirish ochilgan payti 3 ta raqamlik bo'lishi mumkin. O'shanda aylantirishga siz qimmatroq, ya'ni ko'proq Stars to'laysiz va uni o'sha aylantirish narxi masalan 200 taga to'lab aylantirish imkoniyati bo'lsa boshida, keyin o'sha narxi pasayib 25 ta Starsga aylantirish imkoniyati beriladi. Ya'ni o'sha soni kam bo'lsa, o'sha aylantirish narxi ham oshadi va ularni soni kamliklarini ham narxi qimmatroq turadi. Va bu joyda o'sha fon, uzor hammasi asosan mana shu fon. Hozir mana fonni ko'radigan bo'lsak, bu yoqda oddiylari mana 530 ta turibdimi? Fonga bosamiz va qora fonni tanlaydigan bo'lsak, qora fondagilar mana 3000 va 4000 ga turibdi. Shu narsa ham ta'sir qiladi. Shunga ham e'tiborli bo'lib, tekshirib, bu narsani endi sekin-sekin o'rganib borish kerak. Tak, shunaqa gaplar. Mana hozir bu yoqda boyagi PP haqida yuqorida gapirdim. O'sha narsa mana 2000 ta yulduzchaga chiqqan bo'lgan. Kim olgan bo'lsa, mana 3000 ta kolичествоsi umumiy soni va o'shanda kim olgan bo'lsa, o'sha insonlar hozirda 14000, 15000 dollarga sotmoqda. Shunaqa gaplar. Mana shu joydan sekin ko'rasizlar va chiqqanda o'sha balanslaringni to'ldirib qo'yasizlar. Menda ham hozir ko'rdingiz, tak 100 nechtagina Stars qolgan. O'sha fragment orqali to'ldirasizlar. Agar fragment bo'lmasa, mana teparoqda mana sayt ham tashab qo'yganman. Mana bu pingvinlar ham chiqish kerak edi. O'shani ham kutyapmiz. Shu sayt orqali to'ldirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Va o'sha chiqqan paytda ulgurib qolish kerak bo'ladi. Botlar ham chiqqan, o'sha avtomatim sotib oladigan, lekin men o'zim foydalanib ko'rmadim. Chiqsa o'sha ulgurib olsa ham bo'ladi agar o'sha udachniy kirib qolsangiz. Get Games fragmentdan narxlarni solishtirib ko'rishingiz mumkin. Undan tashqari mana 3 ta yana botlar qilingan shu sovg'alar sotiladigan. Bu yoqda ham o'sha odamlar o'tiradi, kimdir arzonroq, kimdir qimmatroq narxga qo'yadi. O'sha hammasini monitor qilib, tekshirib o'tirish kerak. Masalan, qanaqadir sovg'a sizga yoqdi, o'shani olmoqchimisiz? Albatta, fragmentga kirib ko'ring, Get Games'dan ko'ring. Mana shu 3 ta botdan ham ko'ring va o'sha qaysi birida arzonroq bo'lsa, o'shani выгодноroq qilib olishingiz kerak bo'ladi. O'shanda sizga qanaqadir foydasi tegishi mumkin. Albatta, bu botlarni ham kirib monitor qilib turish kerak. Birinchi to'g'ri kelganini sirasi sotib olish noto'g'ri. Telegramni o'zini o'sha podarka joyidan ham o'sha insonlar qo'ygan bo'ladi. O'shani narxi to'g'ri kelsa, kirib, ko'rib, shoshmasdan foydalanishingiz mumkin. Shu yuqorida aytganimdek, Telegramga qancha sпрос, Telegram qancha rivojlansa, shu sovg'alarga ham talab qancha ko'paysa,
shuncha narxi oshib boradi. Agar talab tushib ketadigan bo'lsa, albatta narx ham tushib ketadi. Ya'ni oluvchi kamayib ketgandan keyin narx ham tushadi. Tak, shunaqa gaplar. Mayli, sog' bo'lamiz. Albatta tushunmagan joyimiz va savollar bo'lsa, not krugda beramiz.